Ekber ağa xabarınız barmı? Privat mende tuttular. Ha, privat menden xabarım var, lekin indi To'liq tushunmadingiz. to'liq tushunmadim. Shu bo'yicha bir tushuncha Bu bersangiz. o'zi admindan emas. Aha. Admin bo'lmaydi u Ekber ağa. Bu E1 toifadagi prava kiritiladi. U ish oladi. Skuter bilan moped yaraydi kuru. E-pravası bo'la o'zi evveldan ham haydab yuribdi, moped ham skuter ham hammasini haydab yuradi. O. E1 bo'la kuru skuter bilan moped haydaydi. Aha. BSD pravası bo'lar ham E1 toifadagi pravani layoqati yetadigan mototransport vositasini haydab biladilar. Skuter bilan mopedni BSD pravası bo'lar ham haydab biladi, ya'ni. Bu 18 yoshdan kattalar 18 yoshlar bemalol boradidan imtihonni topshiradi, mutlay shuninglarni topshiradilar. Zinaç hozir yaşam bağlıq bunu, doğru mu? Va. Zinaç hozir bunu yaşlamaz, fakat 18 yaşdan yukarılar barıp durup bez egzaminini topshirib olaveradi. O'tib tursa. O'qib yurish shart emas. O'qib yurish shart emas, tushunib turibman. Siz ham hozir to'g'ri borasiz, E1 oljakman deysiz, endi sizga shart emas, bo'lsa pravoz bor, engiz ham bo'lishi mumkin. Keraklisdan to'g'ri borasiz, girasiz, imtihonni topshirasiz. Shu mashina pravo oljakda tushadigan savollar bular ham tushadi. 20 savoldan 16sini topsalar pravoni beradi. Beradi. Yo'q. Lekin yaşa bağlıq 18'de yukarı. Ava. Endi 18'de pravoni yukarı. oljak vaqti, yani bir minimalchadan yillar bo'ladi. Shuning menimcha to'laydilar. Qolgan joyinda o'zgarish bo'lmadi. Endi bemalol kelib bular xarid etsalar bo'ladi. Xudo xolasa xarid boshlandı yine hazır. Hozir ham Bu kredita. Cısoma berildi ağa kredita. 8,5 milyon he. Kredita 8,5 milyona berildi. Yangi chiqqan Baba Motors. Yurtlarınızda umuman aldığınlara qaraganda katta bu. Gabariti katta, panijinlisi bor. Undan tashqari yine bemalol 2 adam otursa bo'ladi. Buni yenglab ham qo'yaverasiz. Yenglab qo'yilaveradi. Neden sizlarga? Bağat nerinden? Bağat Kiropa berildi. 8,5 milyon sonra kredita berildi. Undan tashqari bir de ser minisi bor. Bu minisinden bemalol otursa bo'ladi 2 adam. Bu tersen oturadi. Ava, bunda narx 7,5 milyon so'm. 1 milyon so'm. Nakam şu pul, kreditam şu pul. 7,5 milyon so'm, 8,5 milyon so'm. Narx istakasa gerek hemen. Xudo xolasa Lifan salonda buningga narx yo'q. 10 milyon so'mdan kredita sotib oladilar hamma joyda. Bizda 7,5 milyon so'm, 8,5 milyon so'm. Ma'qul keldimi ağa? Ko'ngilda bo'ldimi, rozimisiz? Yaxshi kunlaringiz xayrli olsun. Endi Ekber ağa obunachilar uchun savol bo'lmasin yana. Qaysi vajlar bu moped bilan skuterdan ham savol javob berib o'taylik. Moped skuterlar menimcha shu hammasi, moped skuter hisoblanadi. Ta ana o Baba Motors skutericha, tank skuterlar erkilgan avtomat korobkali bo'ladi-ku ko'pchilik bilan. Boshlar ham. Endi pravo atmen bo'lgandan so'ng, yana oddiy bo'lib qoldi pravo olisham. Bemalol kelib xarid qilib olib haydashlari mumkin. Borasiz, pravoni topshirasiz, haydab berasiz. Buni ichki oldi. Qonun qoidani bilasanmi? Davay, bemalol chiq ko'chaga. Mut pravoni oldan ko'chaga chiqdan yeri keldi. Endi ikki taraflama plus xalq uchun ishlaydigan qonun bo'ldi haqiqiy. Bizda meni Xudoga shukr, chunki qonunlar ko'payib qoldi. Endi bular bir narx-navosi bilan tanishamiz. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, 2 milyon 800 ming so'mdan boshlanadi. 2 milyon 800, 2 milyon 800. Üçün narsalar 5,5-6 milyon sotilgan narsalar 4,5 milyon so'm. Yine 4,5 milyon so'm. Hammasi skidkada Xudo xolasa. Kelib turib bemalol xarid qilib, maza qilib haydaveringlar. Akşam bir danış 5 milyon ek geldi şu eç. 5 milyon ek geldi. 5 milyon aldı. 4,5 milyon so'm. Yine 4,5 milyon so'm. Naq pul olsa 1-2 so'm yine ötüp beradi. Yine ötüp beramiz, kelaveradilar. Uje hamma narsada skidka Xudo xolasa, elektrichkani puluna benzinli motosikl oladigan bo'ldilar hozir. Benzinli mototsikllarimiz 17,5 milyon so'm. 17,5 milyon so'mga benzinli motosikl olib bir vaqt 22 milyona elektrikçi alıp mindilar. Ha, 22-25 milyon elektrikçi alıp mindilar. 17,5 milyon so'm. Fakat bu Hankada, Lifan salonda shunaqa narxlar. Endi ber Xunji bilan Newslarni asosiy rasmiy diler hisoblanadi do'stlar. Bemalol birinchi qo'ldan Xunji xarid etacakmisizlar, kelaverasizlar. Ekber amina shuda. Kutib qolamiz hamani. Sog' bo'linglar. Esa videoni maksimalni tarqatib, pravoni tushunmay yurgan danishlarimiz bo'lsa, tashak qo'yinglar, xudo xolasa. Bizani kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar bo'lsa, Ekber am bilan birgalikda xudo xolasa chiqarib yoritib boramiz. Hammangizga ko'rishguncha. Hurmatli obunachilar, ko'pchilik o'zi rolik davomida aytilgan bu pravo masalasi bo'yicha xudo xolasa bitta like bilan bitta podpiska bosib qo'yinglar. Hozir yangi 25-yil 2025-yil 25-oktyabr 676 qarori asosan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Transport vazirligi, strategik islohotlar agentligi hamda keng jamoatchilik 2026-yil 1-yanvardan boshlab moped va skuterlar, shuningdek eng yuqori konstruktiv tezligi soatiga 25 km dan oshmaydigan 25 kubgacha
0.25 kilovatgacha bo'lgan kichik hajmdagi mototransport vositalariga bir kichik toifadagi joriy etish to'g'risida taklifnoma ma'qullansin deb уже qaror chiqqan. Xudo xolasa 26-yil 1-yanvardan boshlab bir kichik toifadagi transport vositalarini boshqarish huquqlarini beradigan milliy haydovchilik guvohnomasi olish uchun haydovchilarga tayyorlash majburiy o'quv dasturini o'tmasdan turib to'g'ridan to'g'ri nazariy va amaliy imtihonlarni topshirish huquqi beriladi. İmtihon topshirish uchun o'qimaysiz, bir yerga do'saba borib o'qimagan holatda 18 yoshdan oshgan fuqarolar doğru barıp imtihana barıp imtihon topshiradigan mototsikllar pravo olish imkoniyati paydo bo'ladi. Ko'rib tursa, hozir davlatimiz o'ta yengillik berdi. Undan tashqari o'qish onlayn va offlayn amalga oshiriladi. Undan tashqari yana Artur, sen üzbüz basan endi buni tushunib biza bu yerda tushunamizdan keyin xalqqa. Hava o'zimiz tilda. Uyda qalan vaqtlaringizda haqisi bor odam borib topshirsa bo'ladi. Ha, endi Siyosatdan katta odam haqisi topshirsa bo'ladi. Hava, endi imtihonlarga keladigan bo'lsak 20 ta guvohnoma olish uchun nazariy imtihonda 20 ta elektron innovatsion test savollarida kamida 16 tasini ishlasa, haydovchilik guvohnomasini bemalol olib biladi. Hozir mototsikl pravo olaman deb 20 dana savol tushadi. 20sidan 16tasini ishlasangiz, xudo xolasa, sizga bemalol imtihona milliy A1 kichik guvohnoma olishning imkoniyati paydo bo'lar ekan. Ya'ni mototsikllarda yengillik bo'libdi bu. Bilsangiz, orinda 18 mashina topshirgan 18 dana edi. Bunda 16 dana bo'libdi. Ha, 16 dana, mashina ichida 18 dana edi. Bunda 16 mashina mototsiklar uchun yengillik bo'libdi. Endi yana qo'shimcha savollar bor. Qo'shimcha endi shu odamlar bizlar xalqqa puli qiziq bo'ladi, provinsiya mana shu puli qiziq bo'ladi. Endi pulga keladigan bo'lsak, puli noma'lum, lekin bu albatta 2026-yil 1-yanvardan boshlab amal qiladi. Endi o'ta yengillik berilgan hisobi oldin ko'rib tursa, provos haydab jarima qilib turibdi. Endi xudo xolasa, buni ham imkoniyat paydo bo'ldi. Endi pravo atmang desak ham adashmagan bo'lamiz. Sababi pashi atmang hisobi. Endi hamma davlatning tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, hamma davlatda mototsikllar nomer olingan, lekin narxi arzon. Shuni hisobidan xudo xolasa bizada mina borib turib do'satda o'qib 5 oy, 6 oy o'qimaysiz, amaliy imtihon topshirasiz, amaliy nazariy imtihon topshirasidan bir pravoni olish imkoniyati paydo bo'ldi. Xudo xolasa, bundan boshlab skuterlarni bemalol haydash imkoniyati paydo bo'ldi. Qo'rqmasdan skuterlarni olaverasizlar. Narxlari xudo xolasa chegirma narxda, faqat Xankal Lifan salonida. Narxlarga qaranglar, e'tibor beringlar, kelinglar. Xudo xolasa, skuterlarni 2.800.000 so'mga qo'yib beramiz. 2.800.000 so'mga skuter olish imkoniyati paydo bo'ldi. 2.800.000 so'm shu skuterni olasizlar, maza qilib 50-60 km haydaysiz. Pro'da muammo yo'q. Bu 0.25 kilovata yetmaydi. Undan tashqari 25 tezlikdan oshmaydi. Bunga umuman prova kerakmaydi. Endi bu yerda 0.50 kilovatli motori bor, bulara prova olinadi. Bu prova olish ham endi soddalashtirilgan holatda bemalol olish imkoniyatingiz bor. Bu skuterlarimiz ham tezligi 50-60 ga chiqadi. Shuni hisobiga prova talab qilinadi bu skuterlarga. Buna skuter prova talab qilingandan so'ng 18 yoshdan oshgan inson boradidan amaliy nazariy imtihon topshirib pravoni oladi. Pravon narxi menimcha xudo xolasa ko'pchilik aytib turibdi, endi 500.000 so'm atrofida boradi deb turibdilar. Balkim tekin bo'lar. Xudo xolasa davlatimiz bir jo'shib bersa tekin bo'lsa mumkin. Shuning uchun endi xavotir olmasangizlar ham bo'ladi. Skuter, bu yerda benzinli skuterlar muammo bo'lmaydi. Maza qilib haydaverasizlar, xudo xolasa davlatimiz yordam berdi xudo xalqqa. Buni ham aytib o'ting. Masalan, biz prova ish qilganda provasi bor odam bir prova olib o'tirish shart emas. Masalan, birovda bu prova oladi, siz prova oladi, bir provani olib o'tirish shart emas. Provasi bor odam haydaveradi. Shart emas bir provani olishi. Menimcha xalqimizga tushunarli bo'ldi. Xudo xolasa hamma insonlar shunday kommentarlarda o'zining fikrini qoldirib tursa,
Elbette bir inabata alınады. Ben aldığım videolarımda ama aytkanma prava atmayın boldu deb, yine Xuda xalasa atmayın boldu. Hemen yaxşı niyet etse Xuda xalasa elbette erişedi. Masakilerin narxlarını Xuda xalasa cüddeyen narxlarını arzan koyganmız. Şimdi ne desek oladı? Hazırı günde 11 milyondan başlanıp ketedi masakiler, elektrikçiler, Gurzo elektrikçiler. 1 tonnalık elektrikçimiz 11 milyondan başlandı. 11 milyon sonman Özbekistan'da yok. Gelesizler 1 tonnalık elektrikçiler 11 milyondan veremiz. Baba Motors, Global, bu Baba Motors yengi modeli, 777 modeli var. Arlanda var. İndi elektrikçimiz türü köp. Xuda xalasa həməsini skitke beremiz. Xuda xalasa keyingi rolikimizde her bir motosikletin koşumça narxlar bilan aytamiz. Qaranglar. Xunjeni 18 milyon sattırıp verdik. Artımçısından köp veremiz bunu. 17 atib beraver. 17 milyon. E'tibor beringlar. Xunji mototsiklimiz 17 milyon so'm köp veremiz. 1 tonnalık benzinli motosikl 17 milyon so'm. Endi qaranglar. Xunjeni 2 metrelik vadın oyu bu 25 milyon satılıp duran. Bunda Xudo xolasa 24 milyondan köp veremiz. 23 yarım atib beraver şunu. Bunu 23 yok bunu 23 etib veremiz Artur. Mana. Bunu 23 etib veremiz. 23 milyondan 3 tane koyamız skitkede. Kağallarını 24 köp veremiz. Bulan 23 de köp veremiz. 3 tanesini şunda. Ha 3 tanesini 23 milyondan kime şu Xunji'ye gerek olsa yine görünüp duruşu 23 milyondan alaslar. İnden taşkarı 2 tonnalık Xunji'nin 250'lik motorlusunu çizim köp veremiz. Vazdoşdi. Buna 25 yarım, 25 satır ve 24 veremiz bunu. 24 milyon. 24 atib. Dostlar 220'lik 250'lik motor 8'e 5 ram 60'lık Vilke 24 milyon köp veremez yine oğlumuz. 2 tane kağan bundan lekin. Yürüp 24 milyon. Xunji 250'lik motorun çizim köp veremiz. Buna 28 yarım veremiz. 28 am 28 dolar gelir mi? 28 bering. Alırım ya. Veremiz. Davay 28 milyon köp veremiz. Bundan taşkarı Xunji'nin koşa balolusu 30 milyon 500 milyon satılgan bilesizler. Orijinal motosikl bunun çizim köp veremiz. Buna 29 yarım atib veremiz. 29 milyon ha. 29 milyon köp veremiz. Bundan taşkarı benzinli motosiklere geladigan bo'lsak, Newstar'ını yangi modeli Samosuval'ını çizim köp veremiz. Newstar'ını Samosuval variantını 26 milyon 800 ming so'm. Yok. Yanlışma. Samosuval'ını 26 800 atib veremiz. 221 30'lukını. 230'luk yok 25 etib veremiz onu. Koyar skitke gitsin. 26 atib beraver olmasa hiç olmasa. 26 gerekmeyip böyle 25 yarım milyon aytıldı. 25 yarım milyon so'mma Samosuval köp veraman. Dostlar Xudo xolasa 10 gün skitke başlanadi. 10 gün. Noyabr ayında başladı bu skitkemiz. 1 noyabrdan Xudo xolasa 25 yarım milyon so'mma Samosuval köp veramiz. Bundan tashqari Avionus'ni necha qilib beramiz Artur? Avionus bu elektronik Samosuval variantı. Bu görgan bo'lsangizda bu yerda o'zini bort отдельный qoladi. Kuzov o'zi ko'tariladi yine. Bu sidinasi ko'tarilib ketmaydi. Mototsikllar bilsangiz yana orqa kuzov bilan ko'tarilib ketadi. Bunda отдельный qoladi. O'tiradigan joy qoladi bunda. Bular o'xshagan sal opasniy emasdan bu o'rta qoladi. Buni bahosini 27 atib beramiz. 27 atib beramiz buni. 27 milyon ha. Elektronik Samosuval 27 milyon so'm. Gelirse yine geliştirip beraberimiz. Geleveringlar meni yanıma geliştirip beraberimiz. Bir yerde hemen asortiment var. Avionus ismi, Cavallo ismi, Cavallo'nun yangi modellerinden geldi. Laçın ismi, Avionus'un Malkatni degan katta kuzuplusu, Cavallo'nun Malkatni degan katta kuzuplusu, Laçın'ın katta kuzuplari. Hemen model var. E'tibor beringlar, asortimentlari judayam chiroyli. Mototsikllar sveji, yağmurda, karda, quyoshda yatmaydi. Gelesi sveji, çıtap olar, çıtap. Hemen sveji duruptu da, hem yere barsanızda köşede yatadı. Köşede yatkan motosikl sifatini yo'qotaveradi. Quyoshda yatadi, yağmurda yatadi, karda yatadi. Xudo xolasa hammasi 2025 yil mal, yangi, çıtnap, sveji alasizlar. Bu skuterlarni necha so'm qo'yamiz Artur? Skuterlarni 4 milyon 700 atib qo'ying. 4 milyon 700 ming so'm bor, 4,5 milyon so'm qo'yamiz. 4,5 milyon so'mman, 6,5 milyon so'm sotilgan skuterlarimiz 4,5 milyon so'mman ko'p beraman. E'tibor beringlar, arkasında bagajlari ham bor. Qo'shimcha yashikları. Şu bagajın özü 50 dolar duradi. Bagajın özü 50 dolar, dostlar 50 dolar. 4,5 milyon so'mma kime gerek olsa, nömür prava gerek miydi? Bazı akıllı beydiyse. Yine ne yangiliklerimiz var Artur? Samosuval e'tibor beramiz. Samosuval elektrikçinin narxini necha so'm qo'yamiz Artur? 12 milyon so'm atib qo'yamiz. 12 milyon so'mman 1,5 tonnalık Samosuval 12 milyon so'mga qo'yib beraman. Keyingi Xunji 2 metrlik katta bort e'tibor bersangiz, bu Xunjining narxini Xudo xolasa
14 etib beraman. 14 milyon so'm. 2 metrlik bu. 2 metrlik 14 milyon emas, bari 13,5 milyon qilib beraman. 13,5 milyon so'mga kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Yangi chiqqan Alp mototsiklni elektronli samosuval birinchidan, ikkinchidan 250 lik motor pult bilan ishlaydi, boshqariladi. Mototsiklni naq puli 40 milyon so'm qo'yamiz. 41 milyon so'm, ha? Artur? Ha, 41 milyon so'm. Xudo xolasa. Bezelli kabinali mototsiklimiz 19 milyon so'm. 19 milyon so'm. Artur gel. Demash 260. 260 Demash. Kuzup'a qaranglar do'stlar. 260 gabarit. Bemalol mal, hol hamma narsa yuklasa bo'ladi. Yuk tortishi 3 tonna. 300 lik motor bilan jihozlangan. Katta zadli most qo'yilgan. Kuzup baland degan baland. Narxini chizim qilamiz Artur. 28 milyon so'm. 28 milyon so'mga 260 lik 3 tonnalik mototsikl hech yerda yo'q-ku. Bundan artıq mən bilmədim lekin. 260'lık mototsikllerin özü köp klientlarımız bilen 34 milyon so'mga kam bermayamiz yetishini. Bunu 28 milyon so'm. 28 milyon so'm qo'yamiz. Kabinali 350 kubalık kabinali motosikl, konditsioner, pechka hamma narsasi bor. Xunje firmaniki. Samosuval. Samosuval, ha? Samosuval. Necha so'm qo'yamiz? 42 milyon so'm atib qo'yamiz buni. Do'stlar 42 milyon so'mga 3 tonalik motosikl. O'tcha safar biz samosuvalni 42 milyon so'm berib berdik. Bu safar samosuvallısı. Skidkada. Ha, skidkada 42 milyon so'm. 42 milyon so'm. Do'stlar 42 milyon so'm dahshat narsa lekin. Ishoninglar. Bu faqat Xankada joylashgan bizning manzil. Xankani bilasizlar-ku. Keyingi modelimiz 300'lik Eldash. Eldash 300'lik. Bu 37 milyon so'mdan 36 ga tushgan skidkada hozir 35 milyon so'm. 35 milyon so'mga 3 tonnalik Eldash 300'lik motor, samosuval. Do'stlar, qo'sha balon. Qo'sha balon samosuval 35 milyon so'm. Keyingisi Eldash 2,5 tonnalik mototsiklimiz, xudo xolasa naq pula 26 milyon so'm. Alibek berega 26 milyon so'm. Keyingi Eldashimiz bu o'zi zavodlarga 25 milyon bo'ladigan bo'lsa, bu yonaga buni narxini xudo xolasa 24 milyon so'm qilib beramiz. 24 emas, 23 milyon qilib beraman. 23 milyon so'm. Keyingi Eldashimiz 21 milyon so'm. Vozdушiysi. 21 milyon so'm. Bu o'g'limiz Alibek, kelasizda men bo'lmasam Alibek bo'ladi, savdolashib, chiroyli qilib beradik. Ha Alibek. Xalqimizga qo'ldan kelgancha yordam berish kerak, chiroyli qilib narxlarni tushib berish kerak. Shunda bizlardan rozi bo'ladilar, ha? Menimcha. Sportli mototsikllarni bilasizlar, pulungiz yetmasa, bitta pasport bilan kelasiz, bitta pasport bilan. Pasport bilan kelasiz, endi kreditlarning turi ko'p. Sizlar e'tiborli bo'linglar, sababi bitta pasport bilan beradi, 50% dan beradi. Boshqa yerlarda reklama qiladi, bitta pasport bilan berib turibmiz deb 50% dan beradi foizini. Bizda 6 oy davomida planlanib turgan plastik bo'lsa, 25%, 28% dan beramiz. Uje kredit alish bilan kredit alishning farqi bor. Ko'pchilik bitta pasport bilan olamiz deydilardan boradilar. Shu motosiklingiz masalan 28 milyon bo'ladigan bo'lsa, sizga 56 milyon tushadi bu. Shuning uchun kredit olgan vaqtda обязательно e'tiborli bo'linglar. Shu mototsiklning umumiy to'lovi 1 yildancha so'm bo'ladi, 2 yildancha so'm bo'ladi, 3 yildancha so'm bo'ladi. Har bir narsaga e'tibor bersangiz, sizlar yutqizmaysizlar. Shuning uchun kreditni arzoni kerak bo'lsa, Xankaga kelinglar. Alibek, Lifan, G-Fox necha so'm etib beramiz? Lifan G-Fox skidga turibdi. Arena katta. Necha so'm etib beramiz? Buni skidkada 12 milyon so'm qilib beraman. 13 milyon so'm sotilib turgan narsa 12 milyon so'm qilib beraman Alibek. Keyingi modelimizni 15 milyon sotilgan 150 kubalik modelimiz, buni 14 milyon so'm qilib beraman. Artur, bo'ladimi? Bo'ladi. 14 milyon qilib beraman. Keyingi modelni hech yerda yo'q baho. 18 milyon, 19 milyon so'm sotilgan baho Alibek. Buni 16 milyon so'm qilib beramiz. Artur? Lifan 150'lik, Hadoy model. Lifan 150 kubalik original motosikl 16 milyon so'm qilib beraman. Bu dosaplar, davlat idoralari bemalol pul o'tkazib olish imkoniyati bor. 16 milyon so'm qilib beraman. Alibek shuni suyetni aytib qo'yaman. Bundan so'ng G-Focus bilasizlar, Sher yurak modelimiz. Buni xudo xolasa 21 milyon sotilgan narsamizni narxini naq pula 18 milyon so'm qilib beraman, Artur. 18 milyon so'm. 18 Avvalgi videolarımızda görüyorsanız 20 milyon so'm aytib berdik. 18 milyon qilib beraman. Keyingi modelimiz 2 gul shetelli 200 lik motorimiz
Xudo xolasa bu Dayong modelimizni 23,5 million qo'yilgan ekan. Buni 21 million qilib beraman. 21 million yana kelishamiz, kelaverasizlar. 300lik motor Crosser'imizni 24 million qilib beraman. 300'lik motor. 300'lik motor 22'lik disklar bilan jihozlangan. Narxini Xudo xolasa necha so'm bo'ldi Artur? 24 million. 24 million qilib beramiz. Dükkana gelirsizlar yana kelishamiz. Endi bu yog'iga e'tibor beradigan bo'lsak, hammasi chisti original motosikl hisoblanadi. Originalni bilasizlar, Lifan firma original hisoblanadi. 37 million sotib turgan 250 kubalik Lifan modelimizni Xudo xolasa 5'e beramiz. 35 million qilib beramiz. Kelasizlar yana kelishtirib beramiz. Lifan Amazing 150 kubalik mototsiklimiz bilasizlar, tank modeli hisoblanadi. Rasxod 2,5 metr 100 kilometrni. Bu modelimizni Xudo xolasa sizon qilib beramiz Artur? 21'e beramiz. 21'e 20 millionga qo'y Artur. 20 million. Amazing. 20 millionga beramiz. Endi Lifan'ın sport modelini 43 milyon beraman. Lifan'ın 150 modelini 29 milyon son beraman. 28 et beramiz. 28 milyon ay barın. Ben yani 500 milyon koyup 27 tane beraman Artur. 27. 27 milyon 500 milyon sport modelini beramiz. Bu orijinal motosikl 10 yıl kolumuz olmayız. 10 yıl garanti beraman. Endi bu yerde ham modeller ko'p. Qaranglar, har xil modellerimiz var. Sport modellerimizden hammasi arzon narxda. Ko'pchilik kommentariya yozinglar. Kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldiringlar. Hech qayerda yo'q narxga beramiz. Xudo xolasa 10 gün skidga foydalanib qolinglar. Yana qo'shimcha ma'lumotlar bormi bizda? Artur? Borish. Borish. Yangiliklar, qo'shimcha ma'lumot o'zi video davomida qo'yib o'tamiz. Bugun bizlarni toza yukimiz keldi. Kabinali elektron mototsikllarimiz ham keldi. Video davomida qo'yib o'tamiz bu. Ertaga narxlarni aytamiz, ha? Keyingi videoda aytamizmi? Xudo xolasa. Kabinali elektron mototsikllar keldi. Endi hozir ko'rmadingizlar. Xudo xolasa uni olmabmadingiz. Video oldim. Video davomida qo'yib boramiz. Narxlarni arzon qo'yamiz Xudo xolasa. Ishonaveringlar. Xonqaga kelinglar, arzon qo'yamiz. Sağ salomat olinglar. Hammangiz uyingizda yaxshi kun bo'lsin. Hamma mototsikl minsin. Hamma mototsikl minsin. Ne provadan ham qutuldik endi Xudo xolasa. Kelaverasizlar Xonqaga. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa sizlar kutgan yangilik Prava atmen bo'ldi. Endi bemalol mototsikllarni xarid qilib olishingiz mumkin. O'zingiz xohlagan usulda. Prava bo'yicha biz internetda yangi ma'lumotlarni qo'yib boramiz. Pravamiz значит A1 Prava chiqdi. A1 Prava bo'yicha bez ekzamen borasizlar, 18 yoshga to'lgan bola bo'lsa, bemalol Pravaga dokument topshirib 16 dana misolini yechsangiz, ekzamenni o'tib mototsiklni bemalol olaverasizlar. Pravalaringiz ham bez отказ yana Xudo xolasa dokumentsiz bo'ladigan bo'ldi. Mototsikllar hozir vizdikotimiz o'zimizga bag'ata berildi. Naq pula 15 million so'm vizdikot balon, polosli, Xudo xolasa garantilari bor, yana hozir berildi Xudo xolasa. Motosikl 100% kafolat bilan beriladi. 3 ta rama bilan jihozlangan. Motosikl 1 yil servis xizmat, 2 oy almashib berish. Bundan tashqari ko'pchilik so'ragan kabinali mototsikllarimiz ham keldi. Furamizda yangi modellar keldi. Narxlarni hozir Xudo xolasa hammasini qo'yib o'tamiz. Bizning manzil bilasizlar, Xonqo'raj Global Salon mototsiklning yangilari keldi. Qaranglar, upakovkada kelib turibdi. Cavallo. Bundan tashqari kabinalar keldi. Qish uchun mo'ljallangan. Bu kabinalarimiz götürse salafonunda 2025 yıl kime kızık narxlarını görürsen narxlar umuman hiç kayıda yok narxlar Xudo xolasa bunu hozir kim ekan hozir ko'ramiz. Do'stlar videoni davom etamiz, like bilan podpiska bosamiz, narxlarni sindiramiz. Narxlar hech qayerda yo'q narxlara beramiz. Yangi turdagi mototsikllar faqat Xonqada joylashgan Lifan salonda. Canavar. Aynen. Düşürüş devam etip tuttu. Coşkun, kabinelerini sen inleysen mi? Ese bitir taşa kabinen sroşni. Kabine kilit bak şunu başlasa ülke. Coşkun, usta boyunca, zakas boyunca barıp zetip beredi. Kime şunde usta gerekiyorsa alaka çıkarsa. Xudo xolasa hazır narx navalarını video davamında aytib etamiz. Videonu kuzatishda davom etamiz. İyi pravalar boyunca anık malumatlarını berib etamiz. Sağ salamet olunla hemen Xonqa Lifan salonunda kütük kalamız. İyi global salonda kütük kalamız.
Bize de servis xizmatlar ham bor. Servis xizmat bo'yicha real motorni aytib ketamiz hozir. Muzusta. Servisimiz şöyle, doğru mu? Vozdушный motor. Neden sonra? Yangi bozordan. Necha kilometr yurdingiz? Kilometrajdan to'xtatgan. 3 yil bo'lgan buni olganda. 3 yil olgan. 3 yil bo'lgan shorni olib ketgan bo'lsa. Lekin boshqa bir usta olib borib chiqayotganda Aha. ifoq holat tashaganlar buni motorlar ham qisib qolgan, hammasi naf üzerimiz cho'tka deb düzüp beramiz. Yana zavodskiy 3 yil 4 yil qo'lini urmaydi deydi xudo xohlasa. Razımız sağa masekilden. Dostlar şunun için kime usta gerek olsa şöyle müzeffirden usta var. Servis hizmet boyunca. Xalasanız uyunuza barıp zetedi. Xalasanız servis ekkezettirişiniz mümkün. Masekilden haf yemeğinle. Hemen her Remont kılıp berlerdi yine 3 yıl tartadı. Pulunu 100 mərtə aklıydı. Xuda xalasa masekilimiz. Bu kiçiləsə ekan. Buru 60'lık ekan bu. Buru 60'lıkını 3 yıl davamında heydə bitdiler. Hemen ərsə bağla. Əsə savda carayanını görüb ötüb getəmiz. Ulaban motosalondan yana navbatli savdomiz 777 modeli bo'ldi. Bu mototsiklni bu xarakteristikasiga kelib o'tsak, 85 ga yaqin metrdan 6 dona motor versi 2 minlik bilan jihozlangan bo'ladi. Bu hozirgi elektronlar ichida eng zo'r mototsikl hisoblanadi. Bunday bu mototsikllarni hisoblab ko'rsa, hammasidan zo'ri, eng zo'ri hisoblanadi bu. Naqd pula 14.500 ming so'm. Bizani erga klientina benzinli mototsikllar qaraganlar bilan 3-chi mototsikllari. O'ktamotamizda 14.500 ming so'm savdolashdi xudo xolasa. O'ktamota mototsikl yoqdimi? Yaptı kudalar. Böyle bir kısaca bir fiyat ödeyin. Bugünce Süher'in dükkanına evvelden hep hareket etti. Yani 250'lik motor, benzinli motordan aldık, 200'likinden aldık. Şimdi kuda kalası elektriğinden aldık buldum. Kudayım, sodalarınız gelişsin. Kudayım, işleriniz onundan gelsin. Tapkalarınız yakışırlarınızı, kuyularınıza, bala çakamını yemek içmek nasip etsin. Güzel geldi mi şimdi? Arzan vakada kaydı teoreli, o başta işlerinde muvaffakiyet diliyorum. Atası sen canın sağ olsun, yaxşı yülərəkdən nəsib etsin. Bizim aşılması motosikl. Sağ olun. Allah sağ olun, nəsib etsin. Bemalal gələrəsə, Bekliliklerinin emesi sağladığıyla. sağlıq əməzdir. Bemalal gələrəsə, siz çanaqlara sağ olarım. Sağ olun. 27'si mi? Ha, başladın mı? Ha. 27. Oktyabr Yiğit Sonağımız Lifan motosalonumuzdan Bagat Ak Mektebe satıldı. Kuncay mototsiklimiz motor 250'lik 220'ye bölü 40 mototsiklimiz 29 milyon son pula, nak pula. Kime lan aldınız? Dilbercan alamayla. Para kazanım ülkemize 29 milyon son pula verildi nak pula. Enes Soda'dan nak namadan razı mısınız? Değil mi razıma? Mototsiklini gördünüz ağır. Zapas kese hemen esası var mı? Size hayırlı olsun. İlahim. Toylar aydın. Bir gerekte var. İyi makineler olsun. Basın gazım. İlahim. Hayırlı olsun. Hadi gene. Ak yoluna. Yaxshi, rahmat. Qalay. Shopper King, mining. Aydan Ne ket. geçti gör. 26 oktyabr halatına Nevistar modellerimiz yetip geldi. Bu Nevistarlarımız saması var, iyi 5 saması var. Hazır düşürüş carayanı narxları elektrikən narxında xuda xalasa bu yerde heç qanday dollar düşdü. Şunu hesabına narx düşdü. Xuda xalasa elektrikən puluna benzinli motosikl alışsanız mümkün. Bu fakat Hankadi Lifan salonda buladı. Narxlarını xuda xalasa video davamında aytib ötüb ketemiz. Görseniz de like bilan podpiska basasızsa xuda xalasa chiroyli narxlar aytamiz sizlarga. Aloqa chiqarsa optimum beramiz. 26 oktyabr halatına hurmatli obunachilar. Baba Motors mototsiklimiz satıldı. Özümüzü Hanka verildi. Hanka nak plancha son bo'ldi bu Jasur. 11,5 milyon son bo'ldi bu. Yan başında qo'shimcha stoykalari bor. Motosikl yayilib turish uchun 68 lik akkumulyator joylashgan. Mototsiklimiz bilasizlar. Yo'ldoshlar ko'rib bering. Bizning manzilimiz Xanqa Urganch yo'lida joylashgan Lifan saloni. Kunjay Lifan mebel bemalol kelaverasizlar. Altay servis hizmetimiz. Mototsiklda bilkamiz RAM nomeri bor, aynan RAM nomeri. Shunga asosan bemalol GAIga borib nomer olish bo'ladi. Nomer olsa bo'ladi. Sanajini hamma narsasi bor.
Telegram numarını aktarınlar. Bizim motosikl dükkanımızda umumi halatda hemen modeller var. Ne götürürlerizdi. En kichkina skuter 2.800.dan başlasa 2.800.dan tutup yetaveradi. Hamma assortimentdan bor. Bizani dükkanımızda nakpul, kredit, pul o'tkazish hamma imkoniyatlar bor. Kelaverasizlar. Sağ salomat olinglar. Başladın mı? Lifan Motozone'dan yana növbətli savdamız 8'e 5 ramlı Nissan motosikli oldu. Bu motosikline bir xarakteristikasına gəlib ötsək. 8'e 5 Duino RAM, 220'ye 140 kuzov, Vadino radiatorlu, 200'lik motor bilan cihazlangan. Naqd pula 23 milyon 800 min soma özlərimizi el yaramıda savdalaşıq xuda xalasa. Bizəni danışa gəlsiniz, skitchat barza aytıb verdik. El yaram motosikli köngüldəyim oldu mu? Özü bir qısqaca fikir aytıb verdin. Baxası köngüldəyim oldu mu? Başqalardan arzan oldu mu? Acayip köngüldəki deyəm bəsi. Rast doğru söyləngi. Acayip köngüldəki deyib motosiklindən xaladık. Pullarım arzan ekan. Gələverəsizlər şöyle. Allah yok ağımıza. İnternet aytılgan baxa haber tutmuş yine Şu gör. baxarsın. Daha ondan ham düşüp verdik ağa. Doğru. Köngüldəyim oldu axı. Acayip. Sağ motosikl nəsib etsin. Rəhmət. Yaxşı yıllara xizmət etsin. Sağ olun ağa. Rəhmət. Yuvasdan olsa. Yuvamız nadırlara baramız. Bir xuda qalsam nadır yuvadım bunu. Bemalal gələr əsasını sən axla savda otaramız. Sağ olunlar. Hürmetli laboratuvarlar, keyingi modelimiz 777. Bu global salona karşı, Baba Motors'a karşı 777 modelimiz 130'a 180 6 bataryakalı 1800'lük Mie. Mototsiklimiz bizlere bilen kemende 70-80 km yük beredi. Özümüzde 50 kala berildi. Nakpola 14 milyon 100 bin soma berildi motosikl. Ağa makul geldi motosikl. Köngülde oldu mu? Köngüldəydi bu. Razı mısınız? Razıyam. Yaxşı. Rəhmət sizlərə. Sağ olun. Sənə təklif edəməm. Ha, yaxşı günler eminin hayırlı olsun. Hala yaxşı günler eminle hayırlı olsun şu mototsiklimiz. Ha. İzikete versin. Hemen Xanka Lifan salonunda kütük kalamız. Geçenizden naklan çıraylı kılıp, dastap gelen kılıp veremiz. Sağ olunlar. Ne boldu ağa. Mototsiklin düşündüysen bana. Lifan Motosalon'dan yəni növbətli savdamız 6'a 4 ramlı Nissan mototsiklimiz oldu. Bu motosikl 200'lik motor, 220'ye 140 kuzuplan cihazlangan malı. Samasval Lipsiye. Kredit asasında 28 milyon soma üzerimizi qalıp çoramıza savdalaşıq xuda xalaza. Motosikl yaktı mı, köngüldəyim oldu mu? 40 yaptan aydət getib hatırla. Bu kıskasa fikirdən aç bilsən bir. Baxanız şey oldu. Baxaları doğru, normalde ekan. Arzanmağı başqa Arzan yerlərdən. arzan və millədən. Gördük, ayrılanan maylanan. Mesela sağ ol yaxşı, ayda izi maşın olsun. Bemal gələr əsasını sən axla savda öyrəmiz. Savdada adaşmanla. Lifan Motosalon'dan yana növbətli savdamız 3-cü motosiklim oldu. Bu motosikli xarakteristikasına gəlib ötsək 220'ye 250'lik motor bilan cihazlangan boladı. 3-cü motosikl şu Özbekistan'da motosikller boyunca nömrəli motosikl hesablanады. Bunun adına çıxadan motosikl yok. 300'lik motor motosikline məmnun verədim motosikl. Kredit esasında Şihnazar ağamızdan, özerimizde Xanka'dan, Tamadan 31 milyon soma kredit esasında savdalaşıq xuda qalsa. Şihnazar ağam motosikl yaptı mı? Özde bir köngüzde kısa fikirse aytıb öteyik. İşkegen bakalan işkegen, aytılğandayım oldu mu? Konferlik mi aytıldı mı? Yaptı ağa motosikl. Esağa izi maşın olsun, hayırlı versin motosikl. Bana sağ olsun ağa. Yaxşı günler aydayım. Bemala gəlirəsiniz, Neslihan'a qala savda ötürəm. Sağ olun. Yine növbətli savdamız Largo trisikli oldu. Bu trisiklin axırı modeli, bir dənə qabadı. Naqdla bərabərlik. Bu kolonkalarla çıxarılan ən yaxşı modellərindən 5 akkumulyatorlu, sport torlusu. Bu 285 sən akkumulyator bağlılar. Naqdla 8,5 milyon soma bərabərlik. 4 kilo. Nasabçası bilə tüpədik. 8,5 milyon soma. Bunu hər xil variantları var bizdə. İnşallah bu motos firmasının ki, havalı firmasının hər xilindən bax. Bu motos firmasını